Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Bugun bizning klinikamizda yana bir xushxabar. Parkinsonizm, umurtqalar osteoxondrozi, ildizchal og'riqlar sindromi bilan bizaga murojaat qilgan bemorimiz Nazira opamiz Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidan bizaga tashrif buyurganlar. Kelganlarida bemorimizda umuman yurish yo'q edi. Biza bemorimizni nasilkada ko'tarib bemorimizni olib chiqqandik. Yura olmasdilar. Hamma narsa bitta joyda bo'lib, shunaqa qiyin ahvolda og'riqlar, kam harakatsizlik, harakat qilishga qiynalish belgilari bilan bizga murojaat qilgan. Albatta bu kishi ham bizning YouTube kanalimizni kuzatib, bizlarga ixlos qilgan holatda bizga murojaat qilganlar hamda kelib davolanishni boshladi. Bugun davolanishning 7-kuni Nazira opamlarda o'zgarishlar alhamdulillah juda ham yaxshi. Alloh shifosini berib, sababchi bo'lib, mana Nazira opamlarda harakatlar bemalol harakat qilib qoldi, o'zi ovqatlana oladilar, o'zlari bemalol yurib, hovlilarga chiqib qoldilar. Kimda kim shunaqa nerv kasalliklaridan, Parkinsonizm kasalligidan, hamda umurtqalar osteoxondrozi, miyelopatiyalar, bosh miya bilan bog'liq bo'lgan nerv kasallari, degenerativ nerv kasalliklari bilan qiynalgan bemorlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Telefon raqamlarimizni pastga yozib qoldiramiz. Manzilimiz Toshkent shahar, Yunusobod tumani, 11-kvartal, 56-A uy, klinika neurokardiomedik klinikasi. Hozir Nazira opamlar biroz bizaga intervyu berib yuboradilar, holatni o'zlari aytadilar. Assalomu alaykum hurmatli azizlarim. Men Qashqadaryo viloyat Kitob tumanidan keldim. Kelgan paytim juda ahvolim tang edi, og'ir edi-da ahvolim. Shu sababli mana shu Toshkent viloyati Parkinson kasalligi bo'yicha davolanish nimasiga keldim. Instagramdan ko'rib keldim. Keyin shu sababli men bu yerga kelib yotmoqchi bo'ldim. Nasilka bilan meni yuqoriga olib chiqdilar. Keyin menga yaxshi nima qildilar, lecheniya qildilar. Doktorlarimizga ming rahmat. Men vobshe ikkita oyog'im ham ishlamasdi. Hozir Xudoga ming qatra shukr, oyog'im ishlayotibdi, qo'llarim ishlamasdi. Ovqat yeyolmay yotaydim. Ovqatlar o'zim hozir o'z qo'llarim bilan yeyman. Mana 6 kun davolandim, mana bu 7-kun. Xudoga ming qatra shukr, sog'lom. Bemalol kirib chiqib yuraman oyog'im bilan, o'z oyog'im bilan. Mana shu klinikaga kelishlaringni tavsiya qilaman. Doktorlar ham juda ham yaxshi, baraka topsin doktorlar ham. Parvar doktor menga juda yaxshi qaradilar. Mana shu qo'llari yengil, muomalalari juda yaxshi, hammalari bir-biridan muomalalari shirin, yaxshi insonlar. Assalomu alaykum hurmatli azizlar, yurtdoshlarimiz. Mana men onamni olib kelgan edim, 7 kun lecheniya oldilar. O'zi 10 kun lecheniya olishlari kerak edi. Lekin 7 kunda yaxshi bo'lganlari uchun biz bugun qaytyapmiz. Sarvar akaga kattakon rahmat. Juda ham shariatlari zo'r, ovqatlari ham juda ham shirin. Xodimlarining ham muomalasi juda ham yoqdi bizga. To'g'risi 7 kun biz maza qildik. Ayam kelganlarida anaqa juda og'ir ahvolda edilar, yig'lab kelgandilar. Mana hozir chiroyli gapirib, kulib ketyapmiz, Xudoga shukr. Yaxshilar hozir chiqqanlarida shu nasilkada olib chiqishgan edi, ovqatlarni yedirib qo'yardim. Men qarashga kelganman. Hozir qarashga ham o'sha ehtiyoj qolmadi. O'zlari bemalol yurib, chiroyli ovqatlanib, xursandlar, duo qilib turibdilar. Sarvar akaga rahmat. Qo'llari yengil juda ham, o'zlariga ham juda minnatdorchilik bildirdik. Biz ham shu bemorlarga tavsiya qilamiz. Shunaqa kasallik bilan kasallangan bemorlar bemalol kelib davolanishlari mumkin.